Uxlayanmayotgan, uyqusu nəhayət az, uxlagan taqdirdimi nəhayət bək köp tuş gördigan dostlarımızga muş filmni taqib qoysanlar, dostlarımız faydalanıp qalsa, azdır köpdür bir mənfəətini görüb qalsa əcəb emas. Qollaydigan dostlarımız yüreklerini bisvitib, alt rəqəmini yollab qoyğandan keyin dostlarımızga taqib qoysanlar. Bizniki dükanlarımız Qağılıq nayisida türlükmüş xam pişik tibabet məhsullatlarını toplaş taqitiş bilan şug'ullanamiz. Ondan başqa özümüzningki 50-60 xilga yaqin məhsullatlarımız var. Şu məhsullatlarımızga kasbdosh dostlarımızdan hamkorlik chaqiramiz. Əmdim əsli məsəlik gəlsək, muş uyqusuzluq degandan ki o'zi nəhayət köp uchraydigan bo'libmi, muş o'ttir yosh va yashanganlarda köp uchraydigan bir turlik saqsızlıq məsələsi bo'lib hisoblanadi. Qadimdan tortib muş uyqusuzluqning o'zini, uyquning o'zini nəhayət yaxshi bo'lgan tabiiy go'zallik to'g'risi deb ta'riflab kelgan. Bundan boshqa qadimki mush tib o'limalarimiz yaxshi bo'lgan bir uyquda, qinib uxlangan bir uyquda bir paqlanning quvvati bor degan tasvirlar orqali uyquning nəhayət muhimligini bizga tushuntirib kelgan. Ya'ni odam umrining 3dan 1 qismi uyqu bilan o'tadiganligi hammamizga ma'lumdir. Shuning uchun mush uyquning o'zi odam badanining organizmining moddalanishi uchun, badandagi a'zolarning normal xizmat olib berish uchun nəhayət muhim hisoblanadi. Masalan, ilib bilsaq, to'la tunaydigan do'stlarimizniki terilar qurg'oqlashadigan, chiroyi xunuklaşadigan. Ondan başqa mush achchig'i yomon sapra, tirikka ko'p qoldigan mushida avvallar kelib chiqadi. Bu nima sababdan desak, teringizning qurg'oqlashi jigarda mas'ul ko'rilganligidan bo'lsa, nervingizning ishtik achchig'ingizning yomon bo'lib qolishi, yurak mingning oksigen bilan ta'minlanishining yaxshi bo'lmasligidan, ya'ni ilib bilsaq jigarning quruq qisqining eshib ketganligidan bo'lib qoladi. Hammamizga ma'lumlik, ya'ni isaq mush mashina motorininki sarpiyat ishib ketgan vaqt yoki uzoq safarga atlangan vaqtimizda mashinaning motori qizib ketganga o'xshash, mush odamniki bisim ishib ketgan vaqtda jigardan iborat odam badanidagi ximiya sanoati zavodimi qizib ketadi. Shuning uchun mush turli kishilarda qo'l putlarining alqonlari nihoyat qiziydigan, chiroyi qip-qizilib qoldigan, ko'zlari qizdirib oldigan, hatto sag'irish holatiga o'tib oldigan mushunda avvallar kelib chiqadi. Shuning uchun bu uyqusuzlikniki odam badaniga bo'lgan zina nəhayət köp deymiz. Shuningdek yaxshi bo'lgan bir uyquning odam badaniga bo'lgan manfaati nəhayət ko'p. Biz o'zimiz ishlab sizlarning huzuringizga sungan mush shirin uyqu ichimligi bo'lsa, mush nurg'unlagan do'stlarimizninki avvali qarta ishiltib, tekrar sinoqdan o'tgandan keyin bemorlarimizning, yaqin do'stlarimizninki bir maqtishiga erishgandan keyin mush o'lchamli holat 15 kunlik qilib huzuringizga sundik. Buni yana qo'shib ichadigan ba'zi mahsulotlar, choyliqlar bor. Mush mahsulotga ehtiyojim bor, men uyqusizlik bor deyotgan do'stlarimiz bo'lsanglar, biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi.